Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Baxti shu xonadami? Baxtiyor Anvarovichni aytyapsizmi? Kim? Baxtiyor Anvarovich, direktor. O'sha Baxtiyor Anvarovich. Baxtiyor Anvarovich hozir yuqoridagilar bilan juda muhim masalada telefonda gaplashayotgandilar. Baxtiyor Anvarovichni hozir men bilan bo'ladigan suhbatdan da muhim ishi yo'q. Men eng yuqoridagini buyrug'ini eslatgani keldim. Siz tushunmayapsiz. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Akmal Anvarovich keldi deb ayting. Boring. Baxtiyor, qancha maosh olasan uka? Aka, ayol kishidan yoshini, rahbar odamdan maoshini so'ramaydilar. Davlat senga qancha maosh beradi? 11 million. Boshqa yana pul keladigan joying bormi? Qanaqa pul topadigan joy aka? Nimalar deyapsiz? Haromga qo'l cho'zdingmi? Nima? Pora olyapsanmi? Aka. Nimalar deyapsiz o'zi? Tinchlikmi? 2 qavatli uying bor. Tagingda inomarka mashina. Har yili chet elga dam olgani borasan. Mana eshing tegidagi oyimchanga ham mashina mindirib qo'yibsan. Bularni maoshingdan olganmisan? Endi bular bir kunda olinadigan narsalar emas, aka. Sekin-sekin topganmiz-da. Qayerdan topgansan? Qayerdan topgansan? Dadamdan bizga hech narsa qolmagan. Qaynotang ham zo'rg'a yashaydi. Qayerdan topgansan? Menga qara uka. Menga to'g'risini ayt. Odamlar gapirayotgan gap rostmi? Aka, qo'y bersangiz odamlar nimalar demaydi, Bolalaringga harom yediryapsanmi? Eshitishimga qaraganda ertaga 300 kishilik iftor qilayotgan ekansan. Qaysi pulingga qilyapsan? Ha? O'tgan yili keyin ikkovimizni umraga yuborganding. Qaysi pulingga yuborgansan? Sen ehson qilsam hammasi yuvilib ketadi deb o'ylaysan-da? Baxtiyor, sen ehson qilma. Sen tavba qil. Eshitdingmi? Tavba qil.